Hanafiy mazhabi haqida gaplashdik. Keling domla mana shu mazhabni asoschisi bo'lgan Abu Hanifa rahmatulloh alayh o'zi kim bo'lgan? Bu kishining ilmiy merosi mana bugungi kungacha yetib kelishining sababi, boisi nimada? Imom Abu Hanifa rahmatulloh alayh shu haqida aytilgan so'zlarni, ya'ni faxriy bir unvonlarni aytsak, shuni o'zini eshitsak ham, shuni orqali ham u zotning qanday zot ekanligini bilish mumkin. Faqihul umma. Ummatning faqihi. Ya'ni butun ummat Muhammad alayhisalomning ichidagi faqihlar ko'p bo'lgan, lekin faqih desa hammani ustidan fiqh g'olib keladigan faqih desa arziydigan zot kim? Imom Abu Hanifa. Imom Shofiy katta imom, katta mujtahid zot aytayaptilar. Annas kulluhum iyalun ala Abi Hanifa fil fiqh. Butun insoniyat hammasi fiqh sohasida Imom Abu Hanifaga boqimandadir. Ya'ni ota bor uyda, nechtadir oilada farzand bor, ahli bor, unga ko'chadan non olib kelib beradi. O'sha nondan foydalanib yeyishadi oila a'zolari. Fiqh sohasida Imom Azam xuddi otadek deyaptilar. U kishini olib qoldirgan narsasidan biz foydalangandik degani bu. Sirojul umma, ummatni chirog'i bo'lgan zot. Mujtahidlar ichidagi eng katta, mana mazhablar tarqagan bo'lsa, shu mazhablarning eng katta imomi, mujtahidlar ichidagi tobiin bo'lgan zot. Imom Abu Hanifani bunchalik darajaga yetishlari o'zlaridagi taqvo, Alloh bergan aql va ustozlarni to'g'ri tanlab, to'g'ri yo'nalishda ilm olganliklari. Bir narsa aytaman, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ilm silsilasi benazir, beqiyos dunyoda topib olmaydigan silsila hisoblanadi. Imom Abu Hanifani ustozi Hammod ibn Abi Sulaymon. Hammoddaqa faqih o'tmagan o'sha vaqtda, Iroqda o'sha davrda. U kishining ustozlari, ya'ni Hammod ibn Abi Sulaymon ustozlari Ibrohim Naxai. Ibrohim Naxai shunaqa katta olim, katta shuhrat qozongan, juda chuqur fiqh ilm sohibi bo'lganki, Ibrohim aytdi desa manaman degan odam to'xtagan o'sha davrda. Bu masalada Ibrohimning so'zi shundaydir deyilsa, tamom, masalaga boshqa odam fikr ayta olmagan. Shunday zot bitta. Ibrohim Naxayning ustozi Alqama roziyallohu anhu sahoba-i kiromlardan bo'lmagan bo'lsalar ham sahoba-i kiromlar davrida fatvo bergan odam. Odamlar, sahobalar kelsa, bu Alqamadan so'raylar deyishgan katta sahobalar. U kishining ustozi Abdulloh ibn Mas'ud. Va ma adraka ma Abdulloh ibn Mas'ud deydi kitobda. Endi uni kimligini o'zi bilib qo'ying. Abdulloh ibn Mas'ud bu Ibn Abd payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni maqtovini olgan zotlar. Ibn Abd Qur'onni qanday nozil qilingan yangi holatda bo'lsa shunday o'qiydigan odam. Hazrat Ali radhiyallohu anhu Kufaga kelganlar. O'sha Kufa, Hazrat Umar Kufani bino qilganlaridan keyin Sa'd ibn Abi Waqqos orqali joyni qurishganda, buncha sahobalar o'sha tobiinlar bilan qurishgandan keyin ular aytganlar, Hazrat Umar Abdulloh ibn Mas'udni Kufaga jo'natib, o'zim muhtojman deganlar. O'zimning ehtiyojim bo'la turib sizlarga jo'natyapman degan. Va keyincha Hazrat Ali Kufani poytaxt qilganlarida Kufaga borib qarasalar hamma yo'q, ilmga to'lib ketibdi-da. Shunda o'sha aytgan ekanlar, bu kichkina idishcha, sondiqcha, kichkina odam bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud. Kichkinaligi shundaki, bir safarga borganlarida etaklarini shamol uchirib yuborganda, boldirlari juda kichkina ekanda, sahobalar kulishgan deydi. Kulishganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni kulmanglar, Abdulloh ibn Mas'udni buni boldircha kichkinaligidan, vazni yengilligidan kulmanglar. Bu narsa qiyomatda tarozida juda katta vazn bo'lsa degan narsa. Kichkina odam. Hazrat Alidan aytibdilar, Hazrat Ali aytibdilarki, kichkina sondiqcha idishcha Kufani ilmga to'ldirib yuboribdi deganlar. Men ko'rasam, u kishi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan qancha ilm olganlar. Abdulloh ibn Mas'ud, Ibrohim Naxai, Hammod ibn Abi Sulaymon, Imom Abu Hanifa. Bular o'z zamonasida benazir odamlar bo'lgan. Bulardaqa odam bo'lmagan o'zin zamonasida yashab turgan zamonasida. Shu ilm yo'lini insonlarga taqdim qilib bergan zot
Abu Hanifa rahmatullohi alayhi hisoblanadi. Juda ko'p mashoyixlardan o'qidim deganlar. Minglab mashoyixlardan dars oldim deganlar va u kishini katta xizmati ilm berish jarayonida u kishini shogirdlari orqali maslahat yo'li bilan bu narsani ijtihodlarni amalga oshirganlari uchun juda katta shuhrat qozongan va tarqashiga sabab bo'lgan. Hammalariga bir fikr aytsalar, siz nima deysiz? Imom Muhammad, Abu Yusuf nima deysiz? Imom Zufar, Hasan ibn Ziyod, Davud Toiy, boshqa qanaqa insonlar yonlarida o'tirgan. Abdulloh ibn Muborak. Bir kishi Imom Abu Hanifa haqida gap ketganda Abdulloh ibn Muborak yoki boshqa bir ulug' zotlardan biri aytganki, Imom Abu Hanifani adashligi mumkin emas. Qanday u zot adashadi deydi. Oldida arab she'riyati va arab tilini katta bilimdonlari Abu Yusuf o'tirgan bo'lsa, tarixning eng katta bilimdoni, hadisning eng katta bilimdoni Imom Muhammad o'tirgan bo'lsa, sufiylarni qalb, tasavvuf sohasining eng katta insoni bo'lgan Davud Toiy o'tirgan bo'lsa, qiyos masalasini eng peshvolaridan biri Imom Zufar o'tirgan bo'lsa, shuncha odam turib bitta gapni gapirsa, u xato chiqadigan bo'lsa to'g'rilab qo'yadigan odam ham ko'p bo'lgan yonidagi. Shular indamasdan qabul qildimi, u adashdi deyishlik noto'g'ri. Xato qildi deyishlik degan odam o'zi xato. U yoki hasadchi yoki johil odamgina Imom Abu Hanifani yomon ko'radi.